Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz Matiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Siz bilmagan sirlari haqida gaplashamiz. Bu Matizimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Turishini qaranglar bu Matizning. Danay holatda. Bu yurgani ham ancha yurib bergan, qancha yurgan deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Hozir sizlarga mashinamizni salon qismini bir boshdan zo'r qilib o'tamiz. Mashinamiz Matizning eng prostoy varianti. Mana bu ruchkalari ham me'yorlovka bo'ladi, oddiy bo'ladi. Kuzov qismi ko'rinib turadi. Ashibkasi hali tepasigacha ashibka bo'lmaydi. Bundan tashqari rulda plus kontrollar bo'lmaydi. Plus kontrollar bo'lmaydi. Faqat signalni o'zi bo'ladi. Mashinamiz 345 ming kilometr yurdi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 13 yil bo'ldi mashinamiz chiqqaniga. Bu chulchatirdan boshlasa, bu chulchatir farani tepaga pastga qiladigan chulchatir bo'ladi. Tepaga qilib qo'ysangiz tepaga bo'ladi, fari ko'tariladi, ikkiga olib qo'ysangiz pastga tushadi. Bu qaysi vaziyatlarda ishlaydi saning? Orqaga 2-3 odam o'tirsa, mashina bunday turadi o'zi aslida. Odam o'tirgandan keyin tekis bo'ladi. Bu fara tepaga qarab qo'yganda, naryoqdan kelayotgan, qarama-qarshidan kelayotgan mashina avtomobil shofyorini ko'zini oladi. Shu paytda buni pastga qaratib qo'ysalang, u to'g'ridan kelayotgan odam ham ziyon ko'rmaydi. Undan tashqari bu chulchatirimiz fatfanni bilijniy bo'ladi. Pastga qilib qo'ysalang, danni pastyanni yonib turadi. Tepaga qo'ysalang, danni o'chadi. Tepaga qilsalang, markat bo'ladi. Markat yonib o'chadi. Bu tomonda chulchatirimiz bir qilsalang sekin оборот ishlaydi, ikki qilsalang tez оборотda bu dvorni ishlatadi. Undan tashqari buni arqa tomonga qilib qo'ysaning, orqa dvorni ishlaydi. Mashinani orqasida ham dvorni bor. Matizlarda ko'pchilik ishlatmaydi, u orqada suv ham sepib beradi. Bu protovotumanniy chulchatiri, bu avarinka. Bu mashinamizda konditsioner yo'q. Konditsioner bo'lmaydi. Chunki o'zi eng prostoy varianti. Motori gibrid motor. Euro variant gibrid motor. Bu pechkamizni 1 2 3 4 обороты, ventilyatorining обороты. Bu oynaga, oyoq bilan oynaga issiqlikni qarab yuradi, oyoqni o'ziga. Bu oldi tomondan yuzingiz bilan oyoqqa issiqlik qaratadi. Bu faqat bu oldidan yuzga issiqlik qaratadi, o'zingizga. Xo'p, mana bunga keladigan bo'lsak, bu chulchatirimiz bu qizil tomonda tursa, pechkamiz issiq haydaydi. Bu ko'k tomonga olib qo'ysak, pechka medlardan sovuq haydaydi. Buni yoqib qo'ysangiz, faqat sovuq shabada havo haydab beradi. Bu nima vazifasini bajaradi salang? Bu tomonga olib qo'ysalang, bu tashqaridagi havo to'sib qo'yadi. Aytda o'zini ventilyatorining ustida to'sqichi bor. O'shani to'sib qo'yadi. Bu tomonga olsaling, tashqaridan havo olib, ichkaridagi havoni sirkulyatsiya qilib beradi. Ya'ni bu qaysi paytlarda ko'proq ishlaydi? Постоянно bu tashqaridan havo ochiq turishi kerak sizlar. Yomg'irli havolarda aynaklar parlanib ketadi. O'shanda bu tomonda tursa, ichkari unchalik parlanmaydi. Xo'p, bu konditsionerda chulchatirini o'rni bo'ladi. Bizning mashinada konditsioner yo'qligi uchun bu chulchatir nima deydigan bo'lsa, bu chulchatir arqa labovoyni spiralini yoqib qo'yadi. Mashinani ichi terlagan paytda orqa labovoyni bosib qo'ysaning, orqa labovoyni quritib beradi. O'zini undan tashqari bu yerda ikkita chuqurchasi bo'ladi varani tagida. Kofe, suvlarni olib qo'yib qo'ysalang bo'ladi. Prikuritel. Undan tashqari bunaqa kichkina g'aladonchasi bo'ladi. Bu g'aladonchaga mayda-chuyda narsalarni solib qo'ysalang bo'ladi. Bemalol. Mashinamiz korobkasi 5 talik. 5 talik bo'ladi. Korobkasi 5 talik bo'ladi. Undan tashqari kolonkalari ikki oldi eshikda bittadan bo'ladi. Orqada
Bu mix prostoylarda bo'lmaydi. Mixlarda orqada kichkina kolonkachalari bo'ladi. Endi buni ham orqasiga o'zlari ham qo'yib olsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari bu nimamiz off bo'lsa ochiq turadi svetimiz. O'rtaga olib qo'ysa, eshigimiz hozir ochiq. Eshigimiz ochiq bo'lsa, eshik ochiq bo'lsa yonib turadi. Eshikni yopganligingda o'chadi. Eshikni ochganligingda yonadi. Bu endi qaysi paytda kechqurunlari qo'llaringiz o'zi yoqib yurmaysizlar. Buni o'ng tomonga olib qo'ysalar, ya'ni eshik yopiq bo'lsa ham pastda yonib turadi. Yana o'rtaga olib qo'ysalar eshikka, offga olib qo'ysalar o'chadi. Bu mashinamiz metan bilan jihozlangan. Metanda yuradi. Metanda 220 kilometr yuradi shahar ichida, shahar tashqarisida 300 gacha yuradi. Uni yurib tekshirganmiz. 300 kilometrda ham mashina o'chmagan. Bundan tashqari bu speedometr tezlikni ko'rsatib turadi. Bu benzinni ko'rsatadi. Bu nimamiz suvni qizigan-qizimaganini. Qaysi paytlarda bu Matiz mashinamiz qiziyotganini bilasizlar? Mana shu o'rtada kalit turibdi, archa turibdi. Mana shu archadan o'rtadagi chiziqdan o'tishni boshlasa, uje mashinamiz qizishni boshlayotgan bo'ladi. Bu paytda nima qilish kerak? Mashinani chekkaroq joyga qo'yib, suv topgandan keyin mashinani motorini sразу o'chirib bo'lmaydi. Mashina motorini sразу o'chirib bo'lmaydi. Chunki motor sразу o'chirib qo'ysalaring, motor qisib qolish oqibatiga olib keladi. Uni mashinani chekkaga qo'yamiz. Keyin o'tda radiatorning ustidan tevadan bir boshdan suvni quysa, mashina o'zini xuddi issiq suv sovuq suv aralashib soviydi. Keyin bemalol uni kirishkani ochib antifrizni quyishlaring mumkin. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, like bosib ketishni unutmanglar. Bundan tashqari mashinamiz orqa qismiga 3 ta odam, o'zi 2 ta odamga mo'ljallangan. Bizda 4 ta 5 ta odam ham bemalol sig'ib ketadi. Lekin katta yuklarni qo'ysalar ham bo'ladi. Buni bunday tortsalar, orqa qismida metan ballon 65 talik metan balloni bor. Shu Matizimiz mashina ichiga 12 ta odam sig'di. Sizlar nechagacha odam sig'dirib tashigansizlar Matiz ichida? O'rtoqlar bilan biz 12 ta odam bemalol Farg'onalarda aylanganmiz. 12 kishi sig'ib ketganmiz. Bu rekord bo'lsa kerak, Matizda 12 ta odam. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Yana qanaqa mashinalar haqida video qilishimiz, ma'lumot olganlaring kerak bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsangiz, o'sha mashinadan haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bularni bokovoy qismlari qo'lda boshqariladi. Ichkarida haliga simli yo, trosli yo, mexanikal kulchatli bo'lmaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, bundan-da zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz.